16-masala. Nozimaning bir kun davomida iste'mol qilgan ozuqasi tarkibida 80 gram oqsil bo'lib, uglevodning massasidan 340 gramga kam. Yog'ning massasidan 20 gramga kam. Nozimaning tana haroratining doimiyligini saqlash uchun qancha energiya sarflangan? Birinchi ish, oqsil 80 gram, yog', uglevod bo'lgan. Oqsilning massasi aniq 80 gram. Uglevodning massasidan 340 gramga kam. Shunda uglevodning massasi 340 gramga ko'p bo'ladi. 340 da 80 ga qo'shib olsak 420 gram uglevod. Yog'ning massasidan 20 gramga kam. Shunda yog' oqsildan 20 gramga ko'p bo'ladi. 80 da 20 ga qo'shib olsak 100 gram yog' hosil bo'lgan. Endi jami energiyani topamiz. Ikkinchi ish, 80 gram oqsilda 4,1 ga ko'paytirsak 328 kilokaloriya energiya, 100 gram yog'da 9,3 ga ko'paytirsak 930 kilokaloriya energiya. 420 gram uglevodda 4,1 ga ko'paytirsak 1722 kilokaloriya energiya. Jami 2980. Uchinchi ish, 2980 da 3 ga bo'lamiz. Tana haroratining doimiyligini topish uchun 993,3 kilokal energiya sarflanadi.